Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, William Gann texnikasi bo'yicha tillarni analiz qilishda davom etamiz. Demak, davom etamiz. William Gann texnikasi bo'yicha bugun tillarni Gann analizini korobkasi bo'yicha qilib ko'ramiz. Har doimgidek, demak, D1 grafik bilan boshlaymiz. Demak, Xo'p, D1 grafikida qanaqa holat bo'lyapti? Demak, bizani hozirgi holat bo'yicha korobka Gann sistemasi bo'yicha bozor по-прежнему восходящий, ya'ni o'suvchi bozor bo'yicha davom etyapti. Endi hozirgi holat bo'yicha nima deyishimiz mumkin? Hozirgi holat bo'yicha demak, bozor mana bu kuchli padeniyadan keyin bozor yana tepaga chiqib, demak, ugullarimiz 1.2 dan tepada, demak, zakrepleniya bo'lgan, ko'ryapsizlar, zakrepleniya va уровенimiz 404.888.072 dan tepada zakrepleniya bo'lgan. Va taxminim bo'yicha hozir bozor yana bu demak, keyingi ugulimiz mana bu восходящий 1.2 va 801 ugulga harakatlansa kerak taxminim bo'yicha, chunki уровенimiz 4888 va ugulimizdan tepada zakrepleniya bo'lgan. Shuni hisobga olganda, demak, D1 grafikida hozir birinchi level bizada 5138 ga bozor borishini taxmin qilyapman va o'tdan so'ng asta sekin o'tib, demak, keyingi o'rin 5388 va ugullarimiz 801 ga bozor taxminan borishi mumkin. Xo'p, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da xo'p, yana Elliot to'lqinlar bo'yicha ham bizada demak A, B, C to'lqinlar tugagan ko'rinadi. Yoki tugashi mumkin, yana tushib, undan keyin yana 1 2 3 4 5 tepaga, demak, 5153 ga taxminan bozor borishi mumkin taxminim bo'yicha. Va ugullarimiz bu yerda ham mana ko'ryapsizlar, proboy bo'lgan. Mana bu demak ugulimiz va восходящий ugul tepadan поддержка vazifasini o'tayapti bizada. Keyingi zonamiz 5153 ga, demak, bozor borishini taxmin qilyapman, chunki mana bu ikkita ugullar orasida bozor turibdi. Shuni hisobga olganda, demak, bozor o'sishiga taxminimiz bor. Xo'p, qisqacha Bitcoinni ham qo'shib ketamiz. Hozir demak, Bitcoinda demak, Square 9 Gann bo'yicha дальнейший падение kutilyapti. Demak, bozorni asta sekin уровень 52 minggacha tushib ketish taxmin qilinyapti. Bu ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Hozir bozor kelib mana bu ugul va сопротивлениyadan sekin asta pastga yo'l olishi mumkin. Yo'in keyin ikkinchi ko'rinishi bo'yicha bizada bozor sekin asta ko'tarilib, qanaqadir konsolidatsiya holat, bu yerdan chiqqandan keyin yana qanaqadir падение, demak, kutamiz. Va 4 soatlik time frame da bizada mana bunaqa holat bo'lyapti. 4 soatlik time frame da bizada bozor hozir 73696 64000 orasida turibdi, 1000 punkt oralig'ida. Bizada как раз mana bu impulsdan keyin qanaqadir боковой движение bo'lyapti bu yerda. Elliot to'lqinlari bo'yicha ham kuzatadigan bo'lsak, bizada A, B, hozir C to'lqinlari bo'lishi mumkin. A, B, C, bu yerdan keyin yana qanaqadir падение kutamiz. Demak, mana bu zona bizada sell zona, aktual zona. Demak, shu zonadan ham demak qanaqadir prodaja, demak, kutamiz. Va neft ko'rsatmoqchiman. Anchadan beri neft haqida prognoz qilmayapti edim. Demak, marka Brent neft bir haftalik grafika ahamiyat beramiz Gann sistemasi bo'yicha. Demak, 2022-yildan hozir 26-yilgacha bo'lgan общий umumiy prognoz, bir haftalik time frame ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal tarzda, demak, Gann sistemasi bo'yicha bozor yurgan. Mana ko'ryapsizlar, bozor kelgandan keyin ugulimizdan atskok tepaga bergan. Bu yerda ugulga sal yetar etmas pastga падение, yorib o'tib retestdan keyin yana tepaga retestga kelyapti. Uje ko'ryapsizlar, 45 gradus ugulni tepadan uje pastdan retest qilib bozor pastga, demak, ketgan. Juda ham chiroyli, demak, bu yerda ko'rinish bergan. Mana bu yerda atskoklarni, demak, ko'rishingiz mumkin. Bozor, demak, bu liniyalarga, demak, reaksiya bergan. Va taxminim bo'yicha bozor hozir nima qilishi mumkin? Chunki bizada mana bu bitta ugulimiz proboy bo'lgan. Shuni hisobga olganda qanaqadir
mana bu 77liga chiqib turib bu yerdan keyin yana qadar падение kutishimiz mumkin. Mana yana bitta uglimiz поддержка vazifasini bajaradi bizada. Xullas 77 уровеньda demak pastga ketishi mumkin. Ближайший $56gacha kutyapman. Hattoki $45gacha ham bozor demak tushish prognozi bor. Hop, like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying va GAN sistemasi sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bizda onlayn kurslar ochilgan va kim xohlasa adminga murojaat qiling. Quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Ushbu GAN sistemasida qanaqa ishlashlarini hammasini demak o'rgatamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.